yaxshimi bizning ayting bo'shinim ikkinchi qismiga keldik. Hello. Ben çok söyleyip ketdim lekin. Aldaqadim so'zlab shu Gavjunga chiqqanga ketdimizga ishkilab tunishib degandek 2013-yil hisobda to'yiga chiqqan vaqtda tunishdik. Andan keyin 2016da men ishga bordim Gavjunga. Sizlarni xotim o'qidi. Andan keyin ana nega ben amali bilasizlar shu yilda bir qatimdan kelarmiz yozliq ta'tilda. Ana men amalga ruxsat etib qishliq ta'tilga qaytib ketdim. Har qatim shu xotin qaytib kelgan vaqtimda ko'rishib chiqib tamoq yeb yoki naytraqin yoki kinoxona degandek chiqib kelgan. Muqimlab ko'rishdik shu ta'tilga yenib kelsam. Munosabatimiz yaxshi yilib ko'rsak shu bagwa. Nima shu oldi maktabda chunki men shu transferiga transfer ben bilib qo'ygan bo'lib tunish. Alapto deb yo'qiladi. Bizimizdan aloqa do'stlarimni tunagan ekan. Shuning bilan endi bu joyda ikkimizning shu izchil munosabatimiz eng yaxshilab kelgan narsani yana birisi ham shinrli bu. Endi mening tug'ilgan kunim 8-13 kuni, Zilalning 9-13 kuni. Qancha差一个月. Andan keyin bu balda menga narsa ovqat qilishdi. Shundan amal yo'q. Amal yo'q dedi. Shundan amal yo'q. Men buni shinrli bu sonliq qilib degandek shuning bilan endi cho'ng'ilning degandek qadimgachilik ba'di keldimiz va haliqimizda shuning bilan izchil munosabatimiz yaxshi. 我们一直有就是话题不断. Gaplarimiz tugmayapti. 听说他篮球班的嘛，篮球对，因为他当时经常打篮球。对，我到现在也是那么 basketball 还没不是啊，你跟men endi to'rtinchi qadam tug'ilgan kun nima bergan desanlar, u yerdan men yangi pan. Yangi panning o'joqda qapaq suv ketgan narsaligini o'qimayman. Ishqilib qo'jon pingliq qiz bola ishlatgan narsaligini o'qimayman. Shuning bilan yangi panning qanday nadansa pek olib chiqqan narsaga men pek o'joq amra qilmasdim. Shuning bilan rangligini olmayman da, shu qora rang bilan kul rang anjiq yangi panni tanlab bergan. 也适合换烟熏妆的。shunda o'qimayman o'joqda rangliklar qo'shish yaxshilik qilasan. Andan keyin 就每年都有就是给彼此送生日礼物。每年都不一样。andan keyin高三ga chiqdim,高三ga chiqqandan keyin 就是bunga gaplashib qolsak, 我也谈恋爱了。你喜欢的男孩子没有谈。andan keyin 他谈恋爱了，我谈恋爱了。shundan bilan ishkelarning shu munosabati shu 渐渐的o'choqsalliliqi tashishib ketdi qilib. 没有以前那么密切，这样的就。arliq saqlab degandek ish qilib, o'zimizning munosabatimiz yaxshi degan bilan 毕竟男女关系嘛得保持距离。andan keyin 2020年 Unlimited'ga chiqib 刚上大一，然后我的那个恋爱关系也结束了当时。你keyin ta'til qaytgan vaqtdan turmush ko'rishyapti-ku, keyin arliqda关系又好了. Keyin bu yoq mabatlashgan o'xshatgan og'ansam buni qo'yib ketibdim ishga. Mabatlashganda u beshinimni yuvayotgan. Shuning bilan 不妨碍你的幸福的. Shuning bilan keyin arliqda shu 1 yil o'tdi. Endi yozliq ta'tilda yana kurashdik 8-7-yilda 2021-yili kelgan vaqtimizda. Andan keyin 9-oyda men Shanxayga maktabga ketdim. Bizlar Shiyanda o'qiydi, Shiyan ketdi. Zhongchujeda yana 9-oyning 10-kuni Shanxayga adashtirilgan o'yinga kelib ketgan. Shuning bilan men ham o'zimchimda kutib olgandek men oldiga chiqib, shuning bilan qayerga ko'rib o'ynaysizlar deb o'ynatganlik men aprab degandek shuning dishnilik bor, xalla gulug bor. 3-4 kun o'ynab bo'lib qaytib ketgan vaqtdan men Jichanga chiqib qo'ydim. Jichanga chiqib qo'yib shu Jichanga mangan vaqtda sal qilib 那种感觉，那种很微妙的那种感觉，有点那种有点舍不得那种感觉。Kızımızda demedi qamda voy ketmasam bo'lib ketganimda deb. Lekin ko'nglimiz his qildi. Shundan ketib bo'lgan vaqtida beshini dedim. Ganjoy bo'ldimi ketgan men xo'shlashgan vaqt desam, men bo'ldi dedi shundan bilan. Chunki mening oldida ishkelim pek uchuq deyishayotgancha, qancha munosabatimiz yaxshilab ketib, qancha birasimiz qasimiz baldiriqimda do'ngshim bilib qolgan bo'lsak, birasimizga hergiz demaymiz, yoki bo'lmasa shu baniga 情绪灭掉的。Chunki munosabatlar haqiqatan bak yaqinlikda bu yo'lda cho'ng'ilgan navro'baldeklarmaliqda yaqin to'qish keladi. 无话不说，真的就是无话不说，就是害怕把这段关系给破坏掉。 Agar muhabbatlashib qolsak, odamlarga eng qattiq gaplarni o'zing yaqinimga deb sa'at qo'yadi, og'zimiz degan mushkullarniki. Tasaddiqlik aylik ketib qolsak, chunki bu mening mijozim, ishqilimiz mijozim biz 太了解彼此了。 Asalliqchilik yarashib qolmaymiz kerak agar aylik ketib qolsak. Shunga Büyüklermandalik yo'qlab ketganlik, yatlashib ketgandan eng yaxshi qo'niqsilar deb shu ishkelarlik ijib bo'shliq qo'aching keshan qilgan. Lekin shu hamda Shanxayga ketgan vaqtda salashtagan yo'lda kim ketib bo'lgan veyshinde maylimi ya. Yana bu boshqa odamlar bilan tunishib, tunimayotgan odamlar bilan qaytadan tunishib buni o'qib o'qichi ishkelarni hech muhabbatlashmaymiz. 试一下吗？为什么不试一下就要否定掉呢？deganday 想法bo'ldi. Buning bilan
Ya men qo'llashmadim, ya u meni qo'llashmadi. Biz qanday yuribmiz deb shu jichamlar. 既然就定到那种就是关系有微妙变化的那个时候，就把谈恋爱的日子定到了那个时候，因为 没有明确的表白嘛。 9 ayning 20 kuni Shanxaydan man ketdi. Ash kuni ikkilanib yurgan kuni bo'ldi hisobda keyin men shunday deyishdi. Shunday deyishdi. Ana 2025-yili 9 ayning 20 kuni to'y qildik. 整整4年。 Bu 4 yil ekan shu butun yedi yurgandan boshlab masalan 9 ayning 20 yurgan bo'lsak, keyin ikkinchi qadam kurashgan vaqtimiz 11-aymiki yoki 12-aymiki men shunga bordim. Shu vaqtda ana ikkinchi qadam kurashgan. Aniki oraliqda ma'lum maskaning ishlari olib ketdi yeching. Eng uzoq kurashmagan vaqtimiz 8 ay kurashmadik ashkula. 整整8个月。8个月kurashmadik. Aniki eng tez kurashgan vaqtimiz shu 1 ashkula 1 qatam. 1个半月到2个月期间。 Takim shu 2025-yil mush yil yozgacha, nima to'liq qilib o'qib bitirib, men tijoratlarim, ishimiz xotin qaytib kelgangacha 一直都是异地，对，异地遇到。今年年初我记得，我今年2月份回来，我的嘛和田对，在此之前一直都是异地。izchil yedi, 4 yil yedi yurdik. 7 minutlik kitobda qolganda mo'min charmi mo'min tiysan chiysalar. Unda bo'lsa 4 yil qanday yedilarni qanday yurdik ishlarni kelak 克服异地恋的有哪些窍门？然后我们下期再讲，那就这次不会太久哦。记得点关注啊，下期再见，拜拜，拜拜。